Assalomu alaykum aziz avtosevarlar. Bugun siz bilan yangi avlod Chevrolet Nexe 3 2026 yil modeli haqida to'liq ko'rib chiqamiz. Bu video uchun tayyorlanayotgan sizning YouTube kanaliga mukammal matn, xohlasangiz, asosiy jihatlari, dizayni, salon va texnik ko'rsatkichlari bilan birga. Avvalo, tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. Nexe 3 yangi avlod modeli ravshan va zamonaviy dizaynga ega. Old panelida keng grilli va zamonaviy LED chiroqlar bilan jihozlangan. Bu uning ko'rinishini yanada jozibali qiladi. Yon tomondan parvozga chidamli siluetga ega bo'lib, klassik sedan shaklini saqlab qolgan. Orqa tomoni ham yangilangan, LED fonarlar va aniq chiziqlar bilan. Bu model ommaviy transport segmentida jozibadorlikni oshiradi. Saloniga kirganimizda esa Nexe 3 luxe darajasida taklif etilgan. Keng va yorug' ichki makon, sifatli materiallar, soft touch panellar, bezak detallari, markaziy multimedia ekrani va raqamli displeylar bilan jihozlangan. Aynirada konditsioner tizimi, ko'p funksiyali rul va qulay o'rinchoqlar uni kundalik foydalanish uchun qulay qiladi. Orqa o'rindiqlar ham yetarli bo'lgan joy bilan jihozlangan, oilaviy foydalanish uchun mos. Texnik jihatdan Nexe 3 dagi dvigatel, uzatish qutisi va yoqilg'i sarfi kabi ma'lumotlar hozircha rasmiy tarzda barcha bozorlarga e'lon qilinmagan. Ammo yangi avlod model sifatida yanada samarali muhandislik bilan taklif etilganini video tanishtirishlarda ko'rish mumkin. Ushbu model budjet segmentida yaxshi narxda, zamonaviy funksiya va xizmat bilan raqobatga kirishishi kutilmoqda. Xavfsizlik jihatdan ham Nexe 3 e'tiborga loyiq, ilgari berilmagan ehtimoliy yangilanishlar, apps,